Abu Darda radhiyallohu anhu aytarkanlarki, kim agar harom narsaga qarashdan ko'zini tiysa, Alloh subhanahu va taolo albatta aytyapti buni. Alloh subhanahu va taolo unga huriylardan o'zi istagancha nikohlab beradi. Jannatda, ya'ni uni huriylar bilan siylaydi. Odam ortiqcha amallaridan so'ralgani kabi ortiqcha nazaridan ham so'raladi qiyomatda. Nigohini behuda narsalarga ishlatganiga, xuddi behuda amallariga javobgar bo'lgandek javobgar bo'ladi. Keyingi yana oyuqolu deyotganlar bu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning Hazrati Aliga aytgan gaplari. Lakan nazratul ula va laysat lakal akhirah. Birinchi nazar senga mayli. Ya'ni seni foydanggadir. Ziyoningga emas degan. Ammo keyingisi seni ziyoningga. Bu nima degan? Nomahramga yoki birovning avratiga ko'z to'satdan tushsa, bir marta to'satdan tushsa, u gunohkor emas. Lakal ula degani birinchisi senga ziyoni yo'q degan. Valaysatil akhirah degani ammo keyingisi seni ziyoningga. Ko'z tushgandan keyin qarab tursa, birovning avratiga yoki nomahram yoki qasddan qarasa, unda gunohkor bo'ladi.